Agar dengizda suzayotib, siz tasodifan shu katta qizil bo'yoqni ko'rib qolsangiz, bilingki, hammasi tugadi. Gap shundaki, bu shunchaki oddiy bo'yoq emas, u butun okeanda faqat bitta joyda joylashgan va bu joy dengizdagi eng xavfli nuqta deb hisoblanadi. Bu yer Nemo nuqtasi deb ataladi. Bu yerda siz o'ylagandek xavfli akulalar yoki yirtqichlar yo'q. Aksincha, bu yerda umuman hech qanday hayot yo'q. Bu yer shunchalik uzoqki, hatto 1000 kilometr uzoqlikda ham hech qanday kema suzib o'tmaydi. Va agar siz quruqlikkacha suzib borishga qaror qilsangiz, siz taxminan 2500 kilometr tinmasdan suzishingiz kerak bo'ladi. Bu esa deyarli imkonsiz. ishonish qiyinki, sizga eng yaqin odamzod tepadan uchayotgan kosmonavtlar bo'ladi. Qor dengiz ochib qolsa, oziqlanishga hech narsa yo'q. Signal ham ilmaydi, faqat sukunat va bo'shliq. Ko'pchiliklar buni dengiz sahrosi deb ataydi. Bir xil insonlar bu yer qadimiy va bahaybat maxluqlarning makoni deb ishonishadi va bir xillar esa bu yerda o'zga sayyoraliklarning bazasi bor deb yurishadi. Bitta narsa aniqki, aynan shu joy atrofiga NASA o'zining ishlamay qolgan sun'iy yo'ldoshlarini tashlaydi. Ya'ni bu joy fazoviy qabriston. Kontentimizni yoqqan bo'lsa, sizlardan bitta like va bundanda qiziqroq videolar uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.